Tezkor Yevropa klubi Fayzullayev transferiga oid rasmiy ma'lumot chiqardi. Salom do'stlar, yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning asosiy maqsadi Yevropa ligalarida o'ynash ekanida xabaringiz bor. Abbosbek Fayzullayevning O'zbekiston milliy terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati mintaqaviy saralash turnirida yuqori darajada o'ynab, futbolchilarimizning mundialga yo'llanma olishga katta hissa qo'shgandan so'ng transfer borasida xabarlar yanada ko'paydi. Bir necha manbalar Turkiya Superligasining kelasi mavsumida yuqori o'rinlar va Yevrokuboklar yo'llanmasi uchun kurashni maqsad qilgan Istanbul Başakşehir klubi Romadan Eldor Shomurodov va CSKAdan Abbosbek Fayzullayevni olishga harakat qilayotgani haqida ma'lumotlar tarqatdi. Bu orada turklar 21 yoshli Abbosbek Fayzullayev transferi bo'yicha CSKAga so'rov yuborib, moskvaliklarning javobini kutayotgani ma'lum qilindi. Abbosbek Fayzullayev mavsumni boshqalarga nisbatan kech tugatgani tufayli unga ta'til uchun qo'shimcha vaqt berilgani ortidan yangi bosh murabbiy qo'l ostidagi mashg'ulotlarga bormagani transfer borasidagi turli gap so'zlarni ko'paytirib yubordi. Nufuzli manba Sport Express nashri Başakşehirning Rossiya Premyer Ligasi o'yinchilari, xususan Abbosbek Fayzullayevga bo'lgan qiziqish darajasini aniqlash maqsadida turk klubini matbuot xizmatiga bog'lanib, masalaga oydinlik kiritdi. Men klubimizdagi skautlar bilan bu transferlar haqida gaplashdim. Ular CSKA yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayev va Lokomotiv o'yinchisi Dmitriy Barinov transfer qilish tashabbusi yo'q ekanini ma'lum qilishdi, dedi Başakşehir klubi matbuot kotibi Gahan Yilmaz. Abbosbek Fayzullayev yakunlangan mavsumda CSKA tarkibida barcha turnirlarda 39 marotaba maydonga tushib, raqiblar darvozasini 3 marotaba ishg'ol qildi va jamoadoshlariga 8 ta golli pas uzatdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi armiyachilar safida Rossiya Premyer Ligasining bronza medaliga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari, Rossiya Kubogini ham qo'lga kiritdi.